Samolyotda ketayotganda sokinsiz, lekin pilotni tanimaysiz. Kemada suzayotganda sokinsiz, lekin kapitanni tanimaysiz. Poyezdda ketayotganda sokinsiz, lekin mashinistni tanimaysiz, chunki siz ishonasiz. Ular ishini bilishini, sizni manzilingizga yetkazishini bilasiz. Ammo hayot yo'lida har bir nafas, har bir qadam, har bir taqdir ortida turgan zot bor ekan, nega bezovtasiz? Nega qo'rqasiz? Axir sizni yaratgan, yo'lingizni yozgan, rizqingizni bergan Alloh-ku. Siz ko'rmagan insonlarga ishona olasiz. Unda nega sizni har lahza boshqarib turgan zotga to'liq tavakkal qila olmaysiz? Haqiqiy xotirjamlik sabablarni emas, sabablar egasi bo'lgan Allohni tanigan qalbdadir.